Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas, tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahoba-i ikromlardan Alloh azza va jalla rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Ramazonni 23-darsligini siz azizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Bugun 2 darslikni qilamiz. 23 va 24-darsliklarni sizlar bilan gaplashib, inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Muslima ayolga Ramazonga qanday munosabatda bo'lish to'g'risida risola to'g'risida gaplashamiz. Musulmon singlar, sizga Allohning salomi, rahmati va barakasi bo'lsin. Alloh taologa muslima mu'mina, sabrli, u zotni qo'rqadigan ayollar uchun ham aytaman. U zot solih kishilarni sifatlarini zikr qilganda shunday marhamat qiladi. Qola ta'ala: fastajaba lahum robbuhum anni la udiyyu amala amil amilin منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. Robbilari ularning duolarini ijobat qilib, men sizlardan erkagu ayol amal qiluvchini amalini zoya qilmayman. Ba'zingizdasiz. Ushbu muborak oyat munosabati bilan Alloh taolo o'zim va sizga u zotning mag'firati va yaxshiliklarni so'ragan holda sizni muborakbod etaman. Ushbu munosabati bilan nasihatlardan unib chiqqan 10 ta gulni qabul qiling. Muslima ayol Allohni Robba Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar va islomni din deb iymon keltirgan iymon belgilaridan so'z, amal va e'tiqod bo'lib namoyon bo'ladi. U Allohning g'azabidan ehtiyot bo'ladi va uni azobi, alami haqida unga xilof ish qilish oqibatidan qo'rqadi. Ikkinchi, muslima ayol 5 vaqt namozni tahorat va xushuda bo'lib bardavom bo'ladi. Uni namozda hech qanday narsa to'sib qola olmaydi. Shunda uning yuzida namozni asorati paydo bo'ladi, chunki namoz fahish va qaytaradi ishlardan to'sadi. U mas'uliyatlarni ulkan to'siqdir. Muslima ayol hijobga rioya etadi, unga amal qilayotgani bilan sharaflanadi. Alloh taolo aytadi, qola ta'ala: ya ayyuhan nabiy qul li azwajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnika alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن تعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Ey nabiy, juftlarga, qizlaringiz va mu'minlarning ayollariga ayt, jilboblarini o'zlariga yaqin qilsinlar. Ana o'sha ularning tanilmoqlari va ozorga uchramasliklari uchun yaqinroqdir. Alloh o'ta mag'firatli va rahimli zotdir. Muslima ayol eriga itoatli bo'lishga intiladi. Unga yumshoqlik va rahmdillik bilan muomala qiladi.
uni yaxshilikka chorlaydi, unga samimiy muomala qiladi va uni osoyishtaligi uchun harakat qiladi. Unga ovozini ko'tarmaydi va unga xitob qilganda qo'pollik qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lgan sahih hadisda shunday ma'no bor. Agar ayol 5 vaqt namozni o'qisa, oy Ramazon ro'zasini tutsa va eriga itoat qilsa, Robbisini jannatiga kiradi dedilar. Muslima ayol farzandlarini Allohning toatida tarbiya qiladi. Ularga to'g'ri aqidani singdiradi. Qalblariga Alloh va uni payg'ambari muhabbati ko'chatini o'tkazadi. Hamda ularni gunoh ishlar va yomon xulqlardan qaytaradi. Alloh taolo aytadi: Qola ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlar toshdan bo'lgan o'tdan saqlang. Uning tepasida qo'pol, darg'azab farishtalar bo'lib, ular Allohning amriga isyon qilmaslar va nimaga buyursalar shuni qilurlar. 6. Muallima ayol begona erkak bilan yolg'iz qolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu ma'noda hadis vorid bo'lgan: bir ayol bir erkak bilan xoli qolsa, uchinchilari shayton bo'ladi. U mehmonsiz safarga chiqmaydi. Bozorlar va umumiy joylarni zaruratsiz aylanib yurmaydi. Muslima ayol erkaklarga xos bo'lgan ishlardan ularga o'zini o'xshamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi: erkaklarni o'zini ayollarga o'xshatuvchi erkaklarni va ayollarni o'zini erkaklarga o'xshatuvchi ayollarni Alloh la'natlasin. U kiyinish, moda va ko'rinishda kofir ayollarga xos bo'lgan narsalarni o'zini o'xshatmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, u ulardandir. Muslima ayollar orasida shirin so'z, qo'shinlar ziyorati, telefonda opa-singillari bilan aloqa qilib turish bilan Alloh yo'liga da'vat qiluvchi bo'ladi. O'zi aytayotgan narsaga amal qiladi hamda o'zini va opa-singillarini Allohning azobidan qo'rqitishga intiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ma'noda marhamat qilib aytadilar: Alloh sen sababli bir kishini hidoyat qilishi sen uchun qizil tuyalardan yaxshiroqdir, deb payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Ya'ni hidoyatga sababchi bo'lgan odamlardi. Muslima ayol qalbini shubha va shahvatlardan, ko'zini haromdan, quloqini fahish va gunoh so'zlardan hamda ba'zi a'zolarni yomonliklardan to'sadi. Mana shu narsa taqvo ekanini his qilib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Allohdan haqiqiy hayo qilinglar. Kim Allohdan haqiqiy hayo qilsa, boshini va o'z ichiga olgan til, quloq, burun kabi ularni qorin va o'zi ichiga olgan narsalarni Alloh qaytargan narsadan saqlaydi. Kim chirinishni eslatsa, bu dunyo hayoti ziynatini tark qiladi. Musulmon ayol vaqtini zoya qilishdan, kechlari va kunduzlari behuda bo'lishdan saqlanadi. G'iybat qiladigan, so'kinadigan, chaqimchilik qiladigan, behuda ishlar bilan shug'ullanadigan va gunoh ishlar qiladigan bo'lmaydi. Alloh taolo umrlarini zoya qilganlar oxiratda shunday deyishlarini aytadi: u dunyoda qilgan kamchiliklarni hasrat nadomatlar bo'lsa, deb An'am surasida aytadi. Alloh taolo barcha mu'mina, muslima ayollarni Alloh taolo bilmay qilgan xatolarni o'zi mag'firat aylasin. Ayollarni hayoni, iffatni bo'lishligini Alloh qaytarib bersin.
ayollarga insof va tavfiqini bersin. Yaxshi ayollar ham bor, yomon ayollar ham bor. Yomon erkaklar bor, yaxshi erkaklar ham bor. Yomon erkaklarga ham, yomon ayollarga ham Alloh taolo rushd hidoyatini bersin. Tavfiqini bersin. Islom dini bilan ularni ziynatlantirib qo'ysin. Allohim, islom ayollarini o'zing yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan narsalar boshla va qalblarini iymon bilan obod ayla. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas, tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahobai kiromlardan Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Mana Ramazonni 24-darsligini siz azizlar bilan bugun inshaalloh gaplashib o'tamiz ekan, Ramazon vaqtni qadrlashga chorlaydi degan suhbatimizni siz azizlar bilan gaplashib o'tamiz. Umrni o'tishi va kechalari ketma-ket kelishi bunchalar tez bo'lmasa, shoir buni ta'riflab shunday deydi: yurakni har urishi so'zlar kishiga, umringdir sening soyangda daqiqa. O'limdan oldin qil sen e'tibor zikrga, bilsang zikr ikkinchi umr insonga. Alloh taolo umrni behudajarchilik bilan o'tkazib yuborganlarni javoblarini shunday sifatlaydi: u zot yer yuzida necha yil qoldingiz dedi. Ular bir kun yoki kunning ba'zisida qoldik. Hisoblovchilardan so'ra dedilar. U zot agar bilsangiz juda oz qoldingiz xolos dedi. Nahotki bizni sizni yaratishimiz behuda bo'lgan va siz bizga qaytmaysiz deb hisoblasangiz, bas, haq podsho Alloh yuksakdir. Hech bir iloh yo'q magar u karamli arshining Robbisi bor. Solih kishidan biri aytadi: umr o'zi qisqa, uni g'aflat bilan o'tkazib, yanada qisqartirma. Bu juda to'g'ri gap, chunki g'aflat vaqtini qisqartiradi va kunni yo'qqa chiqaradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: ikki ne'matni insonning ko'pchiligiga mahrum qilgan: sog'lik va farog'at, bo'sh vaqt. Haqiqatan ko'pchilik insonlar sog'lom 5 vaqtni esa ko'p, ammo ularni bundan foydalanmaydi va behuda o'tkazib yuborishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ma'noda marhamat qiladilar: qiyomat kuni bandani 2 qadami, hatto 4 narsadan so'ralmaguncha joyidan jilmaydi. Ular orasida umrni nimaga sarflagani haqidagi so'rovni hamda zikr qiladilar. Umr xuddi xazinaga o'xshaydi. Kim uni Allohga ibodatda sarf qilsa, qiyomat kuni mol va bola chaqa ham manfaat bera olmaydigan kun unga xazina bo'lib qaytadi. Agar uni g'aflatda o'tkazib yuborsa, o'sha kunda oxiri yo'q, nadomat chekadi va unda hech bo'lgani bo'ladi. Ya'ni kech bo'lgani bo'ladi. Kecha va kunduzi inson uchun minadigan hayvoniga o'xshaydi. Ulan yo abadiy saodatga yoki hasrat va nadomatga elitadi. Salafi solihlar olgan har bir nafaslarini muhofaza qilishga intilar edilar. Bu xususida juda go'zal qissalar mavjud. Ular orasida Junayd ibn Muhammad kabi o'lim to'shagida yotganda ham Qur'on tilovat qiladiganlar bor edi. U zotga farzandlari o'zingizni qiynab qo'ydingiz deyishganda shunday javob bergan edilar: mendan ko'ra o'zini qiynashga haqdorroq inson yo'q. Tobiinlardan bo'lgan Asvad ibn Yazid kechasi ko'pini namoz o'qib o'tkazar edilar. U kishining ba'zi do'stlari biroz rohat qilsangiz bo'lardi deyshadi. U zot haqiqiy rohat oxiratda
xohlayman deb javob beradilar. Kunlarning birida Sufyon Savriy do'stlari bilan Masjidul Haromda gaplashib o'tirgan edilar. Birdan o'rinlaridan sakrab turdilar va biz bu yerda o'tiribmiz, kun esa o'z ishini qilyapti dedilar. Salafi solihlar ko'pchiligi kunlarida siyatlama soat namoz, tilovat, zikr, tafakkur ila talab qilish, halol kasb qilish va uyqu uchun taqsimlab olishar edi. Ulardan o'yin kulgu qilib yurish uchun vaqt yo'q edi. Ammo keyingi davrlarda esa vaqtni zoya qilish musibatiga uchrashdi. Ulardan juda kamchiliklari bu musibatdan qutulib qoldi. Ular vaqtlarini o'yin kulgu, uyqu, bekorchilik, befoyda o'tizlar va o'z gunoh bo'lmasa-da gunohiga sabab bo'luvchi yig'ilishlarga umrini sarf qiladigan bo'linib ketishdi. Vaqtni to'g'ri taqsimlashda va amallarini tartibga solishda eng yaxshi nizom 5 vaqt namozdir. Chunki har bir namoz muayyan bir vaqtda farz qilingan. Masalan, bomdod namozidan keyin vaqt tilovat, zikr va ta'ammul zamonidir. Quyosh chiqqandan boshlab to peshingacha bo'lgan vaqt ish, tijorat, ilm talab qilish va boshqa ishlarni qilish vaqt. Peshindan keyingi vaqt esa xususiy tolibi ilmlar uchun umumiy majmualar va tarix kitoblarini mutolaa qilish vaqti. Asardan keyin esa kitobxonda bo'lish va masalalarni qahqah qilib o'tirish vaqti. Shomdan keyin do'stlar ziyorati va ularni kutib olish vaqti. Xuftondan keyin esa ahli oila bilan birga bo'lish hamda o'quv vaqtidir. Undan so'ng sahardan tunni qoyim qilish vaqti va juma kunida dam olish kunidir. Juma kuni ibodat, tilovat, zikr hamda jumaga yuvinib, taranib tayyorlanadigan kundir. Ramazon oyi musulmon inson vaqtini bir tartibga solishi, vaqtida ibodatga foydalanishi o'rgatuvchi madrasadir. Ro'zador inson kunduzlari ibodatga bo'sh vaqt topadi. Vaqtni taom tayyorlash bilan o'tkazib yubormaydi. Bu ishlar juda uzoq vaqt oladi va uni zoya qiladi. Vaholanki bu vaqtda ibodat va solih amallarni qilish vaqtidir. Insonlar orasida ro'za tutish ma'nosini bildirmaydigan kishilar juda ko'p. Ular vaqtlarini g'aflatda, kunlarini uyquda va kechalarini esa bekorchilikda o'tkazib yuborishadi. Allohim bizlarga vaqtimizni muhofazasiga yordam ber. Sobit qadam qil va amal qiluvchilardan qil va gunohlarimizni mag'firat aylagin. O'zing tavbalarni qabul qiluvchi zotsan. Mana Ramazon ham oz kunlar qoldi. O'zimiz va o'zgalarni ham gunohlarini mag'firat aylagin. Hammani tutgan ro'zalarini o'zing dargohida qabul etgin. Bilib bilmay qilgan xatolarini o'zing mag'firat aylagin. Sen Tawwabur Rahim, G'afurur Rahim va Zul Jalali val Ikrom. Al-yawma akmaltu lakum dinakum bo'lgan zotsan. Ya'ni islom dinini barpo etgan, islom dinini asos solgansan. Yo Robbim, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin, gunohlarimizni mag'firat aylagin. Mana Ramazon kunlarida turgan ekanmiz, o'zing bizni afu mag'firatingdan aylagin. Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب هب لي حكما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.